Assalomu alaykum Aziz aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat, Allohga shukr, yaxshi. Hozir sizdan eksklyuziv intervyu olmoqchiman. Bunga rozimisiz? Albatta roziman, bemalol. Chunki sababi muxlislarimizni qiziqtirgan savollariga shu yerda javob olishlari mumkin. Va birinchi savolimni boshlayman. Xo'p. Aziz studioni ochilishidan maqsadingiz nima va nima sababdan ochgansiz? Aziz studioni ochilishiga keladigan bo'lsak, buni tarixi juda uzun. Endi shuni qisqacharoq qilib aytib beraman. Atak muxlislar uchun bo'lsa, batafsilroq, tushunarliroq qilib aytaman, mayli. Men o'zi aslida birinchi ko'rgan dramam Oy oshiqlari, ya'ni Alvon yuraklar o'sha drama edi. 3 ta qismini ko'rganman va keyingi qismiga qiziqib 4-qismini izlaganman. Aydab kanali chiqib kelgan, Aydab ovoz berdi degan joyi, o'sha joyini ko'rib Aydab kanaliga qo'shilganman. Aydab kanalida Crisis TV degan o'zim ustozim, ya'ni o'zim birinchi ovoz berib boshlagan kanalni egasi menga taklif berdi. Dublajga o'g'il bola olamiz, qiz bola o'g'il bola olamiz degan. O'shandan keyin men qiziqib Crisis TV ga kirganman va birinchi faoliyatimni Crisis TV da boshlaganman. U yerda meni birinchi dramam Yomon sevgilim nomli drama edi. Undagi partnyorim Umid ismli qiz edi. Ya'ni Okchammi taxallusi bilan dublaj qilardi. Men esa Lichon So'q taxallusi bilan dublaj qilishni boshlaganman birinchi. Keyin bu uzoqqa davom etmadi. O'sha meni partnyorim, ya'ni Okchammi Umida bir kuni oilaviy sabablarga ko'ra kanaldan ketayotganini e'lon qildi guruhda. O'shani biz qattiq qayg'u bilan uni kuzatdik. Atak uni 2 yoki 3 kundan keyin o'zi отдельный kanal ochib faoliyat yuritayotganini men aynan o'zim bilib qoldim va o'sha kanaliga kirdimda salom alaykum qilmoqchi bo'lganimda meni kanaldan bloklab yubordi. Shu zahotiyoq men tanib qolganimni bilib kanaldan bloklab yubordi. Keyin men o'sha Crisis TV egasi, ya'ni Sardor opa, endi qiz bola edi, mendan katta edi yoshlari, shuning uchun opa deyman. Addi shu hurmatga rahmat aytaman, o'sha meni shu sohaga kirgizgan o'sha qiz bo'ladilar. Keyin o'sha bir kuni Sardor opaga aytdim, opa dedim, qarochi dedim, o'sha qiz meni shunaqa qilib meni bloklab yubordi. Men o'zim bitta kanal ochmoqchiman dedim, agar ruxsat bersangiz dedim. Hop dedi, oching dedi. Shunday qilib kanal ochdim. Kanalni ochganimda meni birinchi sherigim, ya'ni partnyorim Aisha ismli qiz edi. Keyin u qiz bilan Aziya Dub deb kanal ochdik. Aziya Dub kanali nomi bilan birinchi Uy maktabi dramasini boshladik. Keyinchalik shu rivojlanish yaxshi bo'ldi, boshqa bo'ldi, ko'tarildi. Keyin menga takliflar tushdi. Boshqa nom qo'ying, g'alatiroq ekan, bunaqa deb. Keyin Aziz studio nomiga o'zgartirildi va kanalimiz mana Xudoga shukr hozirgi kunda shogirdlarimiz bor. O'zlari ovoz berib, o'zlari montaj qilib, hamma ishni o'zlari qiladigan darajaga yetishdi meni shogirdlarim. Shunga alhamdulillah deyman. Kanalimiz ochilishini tarixi faqat shu. Albatta, javobingizdan xursand bo'ldik. Va ikkinchi savolimiz, Aziz studio kanalini ochdik dedingiz va o'sha kanal qachon ochilgan va bu yil necha yilligi nishonlanadi? Bizni kanalimiz 2023-yil Aziz studio kanali Aziya Dub bo'lib, 2023-yilning 17-iyun sanasida Aziya Dub bo'lib ochilgan va keyinchalik 2 yoki 3 oyda 3 oy o'tgach meni partnyorim ketdi. O'shandan keyin Aziz studio deb qaytadan nomlanib ochildi va nihoyat mana oz qoldi kanalimizni 2 yillik munosabati bilan nishonlashimizga ozgina qoldi. Xudo xohlasa inshaalloh jamoamiz bilan yig'ilib uni nishonlaymiz. Yaxshi. Va 3-savolimga keladigan bo'lsak, bu ajoyib savollardan bittasi. Sizni Aziz studio kanaliga eng katta rivoj olib kelgan K-dramangiz qaysi bo'lgan?
Endi bunaqa K-dramalar bizada juda ko'p bo'lgan menimcha. Lekin o'shalardan mayli sanab o'taman. 3tasini sanab o'taman. Endi qolganlarini aytsam juda ham vaqt cho'zilib ketadi. O'shaning uchun qisqaroq qilib aytaman. Birinchi drama kanalning rivojiga ancha katta hissa qo'shgan Uy maktabi dramasi. Ikkinchi drama Malika va Bo'ri dramasi. Uchinchi drama sinf marvarida. To'rtinchi drama Mo'jiza nomli mini drama, lekin juda tarqalgan drama bo'ldi. Shu to'rtalasi. Endi Xudo xohlasa inshaalloh bundan keyin undan juda ko'p unaqa dramalarimiz. Atak men hozir endi qisqaroq qilib sanab o'tdim. Demak, bu dramalar sizga rosa rivojlanishga yordam bergan. Albatta, bu dramalardan juda xursandman. Va to'rtinchi savol emas, bu to'rtinchi savol emas. To'rtinchisi sizga so'z beramiz. Sizda ishlayotgan shogirdlaringiz, montajchilaringiz, dublyajchilaringizga aytadigan ikki og'iz gapingiz bormi? Albatta. Ularga gapiradigan ikki og'iz emas, bir dunyo so'zim bor, bir dunyo. Avvalambor hammasiga rahmat aytaman. Ming bora rahmat aytaman. Chunki mana shu darajaga o'zlari harakat qilib, o'zlari intilib, mana shu darajaga yetishdi hammasi. Tinmasdan mashq qildi. Ovozlarini, aksentini o'zgartirish uchun qanchadan qancha qiyinchiliklardan o'tdi. Kechalari uxlamay, shu bizani tomoshabinlarimiz uchun kechalari uxlamasdan ovoz berdi. Kechalari uxlamasdan o'sha ovoz berganlarimizni tozalab, o'sha montaj. Endi men bularga qanday qilib rahmat aytmasligim mumkin? Albatta sizga ham juda kattakon rahmat aytaman. Oxirgisi albatta bu muxlislar uchun bo'ladi. Muxlislar uchun tilaklaringiz va nima deydi? Yangiliklaringiz haqida gapirib bersangiz. Yangi proyektlardan qaysilari chiqadi, qaysilari qachon bo'ladi? Muxlislar juda kutib qoldi. Buni albatta aytaman. Buni hozir aytadigan bo'lsam, muxlislarimga eng birinchi aytadigan gapim, ularga kattakon rahmat. Ming bora rahmat aytaman. Boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Chunki shular bor, Aziz studio bor. Shu muxlislarimiz bor, qo'llab-quvvatlashi borki, mana shu dublyajchilarimiz o'shandan rohatlanib, o'shalarga yanada yangi narsalar chiqarish uchun harakat qilishyapti. Men muxlislarimizga juda kattakon rahmat aytaman. Keyin muxlislarimizga Xudo xohlasa inshaalloh o'zlari sevgan aktyorlar ijrosidagi yangi dramalarni Xudo xohlasa rejalashtirib turibmiz. Mayli, bulardan ikkitasini sanab o'taman, qolganlari sir bo'lib tura qolsin. Chunki ular sal kechroq chiqadi, o'zini davlatida chiqish sanalarini aytib o'taman. Birinchi muxlislarimiz sevadigan o'sha sinf marvarida o'ynagan Yuri o'ynagan yangi drama, yangi premyeramiz 15-iyun kuni o'zini davlatida chiqadi va bizda ertasiga chiqish ehtimoli bor. Albatta uni ko'ramiz. Keyin ikkinchisiga keladigan bo'lsak, ikkinchisi Lee Chon Sok o'ynagan Udar premyera. Ya'ni men buni Udar deyotganimning sababi buni muxlislari ham ko'p. Keyin meni o'zimni birinchi faoliyat boshlaganimdagi taxallusim o'sha Lee Chon Sokni o'zim qiziqqanim uchun, o'qiganim uchun nima edi? Endi unaqa nima edi? Aytadi-yu, kirashmi, bir balo shunaqa narsalar bo'lmagan. Atak addish hurmat qilganman, chunki Katta Sichqon dramasini ham ko'rganman. Juda qiziqarli kriminal drama. O'zingiz fanatlik qiladigan aktyoringiz Lee Chon Sok. Endi unchalik fanatlik emas. Atak mayli. Shunaqa desak ham muxlislarimiz tushunarli bo'lish uchun shunaqa deymiz mayli. Xuddi shu drama Xudo xohlasa iyul oyini 6-sanasida chiqadi. Inshaalloh bizda 7-iyul kuni Lee Chon Sok dramasidan premyera kutinglar, azizlarim. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz.
Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Aziz aka, sizga kattakon rahmat. Biz uchun vaqtingizni ajratganingiz uchun va intervyuni tamomlaymiz. Xudo xohlasa, yangiliklarni yana kutib qolamiz. Sizlarga ham albatta kattakon rahmat, chunki shuncha hurmat qilib, shuncha aniq qilib intervyu masalasida menga murojaat qildinglar. Juda ham xursand bo'ldim to'g'risi, chunki kanalimdagilar bilan muloqotni anchadan beri qilmagandim. Bu men uchun ham yangilik, ham o'sish bo'ldi. Ham kanalimdagilar bilan ozgina bo'lsa-da qalban muloqot qildim deb o'ylayman. Kanalimga yetkazgan bo'lsam, o'zimning fikrlarimni juda ham xursandman. Yana bir bor uchrashamiz. Inshaalloh. Ustoz, Aziz aka. Xo'p. Yana bir savolim bor. Bundan keyingi intervyuni qaysi Dayberkezdan olishimni xohlaysiz? Iloji bo'lsa, eskidan ishlagan ikkita Dayberkam bor, endi qiz bola. Iloji bo'lsa o'shalardan olsangiz juda ham xursand bo'lardim, chunki eng katta hissalarni qo'shgan ular. Ya'ni Robiya va Gulnoza degan qiz. Taxallusi Gulicha edi. Robiyaniki Robiya edi. O'zini ismi bilan tanilgan qiz. Iloji bo'lsa, agar o'sha ikkalasidan olsangiz juda ham xursand bo'lardim, chunki kanalning rivojiga katta hissa qo'shganlardan. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling Aziz aka, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat sizlarga ham e'tibor uchun.